Assalamu alaikum hurmatli tadbirkorlar. Bugun sizlarla uchrashishimizdan maqsad sizlarni murojaatlaringizni eshitib, shularni hal etish. Bugun shu ro'yxat bor ekan, shu ro'yxat bo'yicha boshlasak, bir yandan Bog'ot tumanidan yakka tadbirkor Madaniy Abdulov. Turmuş ortağım bo'ladi. 385 sonli qaror bo'yicha murojaat qilganman. Shao tegirmonni kengaytirish bo'yicha. 100 milyon so'm so'ragan ekansan. Ariza berdingiz banka? Turmuş ortağım tomonidan ariza bermayapman. Hozir vaqt yo'q, shuni kelmaydi. Arizangizni ko'rib chiqib, tez kunda ijobiy xalat berishga harakat etamiz. Rahmat o'tiring. Tamam. Yakka tadbirkor Ergashev Gulmira. Turmush o'rtog'i bo'laman. 385 qarorda 100 million bo'yicha ariza topshirgan ekanda, foto va video narsani xizmat ko'rsatishni bog'lab İmkoniyat bo'lgan axirat dedik. Ariza berdingizmi banka? O'rganib chiqib, tez kunda xalat berishga harakat etamiz. Rahmat. Tamam. Biznes center hemşire. Assalomu alaykum. Ben Biznes Center rahbariman. 312 son qaror bo'yicha foto va video xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha 100 million so'rab murojaat qildim. Arizamiz topshirildi. Bo'ldi, tez kunda ko'rib chiqib, ijobiy xalat berishga harakat etamiz. Tamam, Muhiddin Sarvinoz hemşire. Aylanma mablag' bo'yicha 312 qaror bo'yicha 200 million kredit so'rab murojaat qildim. Ariza berdingizmi? İki iş yolunu yapacak. 2 ish so'raman. Oldu, rahmet. Xudo xolasa sizlarning arizangizni ko'rib chiqib, ijobiy xalat chiqarib ketamiz. Hurmatli tadbirkorlar, hammangizga katta rahmat. Hammangizni arizalaringizni ko'rib chiqib, ijobiy xalat chiqarib ketamiz. Katta rahmat.